Peygamberimiz aleyhisselam aytadilar ki hassinu amwalakum biz zekat ve davu mardakum bis sadaka ve iddul bela'a dua dediler. Yani mol dünyalaringizni zakot berishlik bilan saqlang. Ya'ni zakot berishingiz sizning molingizni saqlashga sabab bo'lar ekan. Qadimdan shu gap bor, bilasizki, zakotini bergan mol cho'kmaydi, yonmaydi. Moli dunyoyingizni zakot berish bilan saqlang. Va dawu mardakum, kasallaringizni sadaqa berish bilan davolang. Shuning uchun as-sadaqatu tudfi'ul balo, sadaqa baloni qaytaradi, dardlarga shifo bo'ladi. Qadimdan o'zi bizning ota-bobolarimizda bir odat borki, biror kishi oilada kasal bo'lib qolsa, darhol sadaqa qilib oladilar. Bir sadaqa qilaylik deydi. Chunki payg'ambarimiz alayhisalom aytibdilar, kasallaringizni sadaqa berish bilan davolanglar. Chunki nariga odam duo qiladi. Va bir balo ofatlar kelsa, unga duo hozirlaylar. Baloni duo qaytaradi, duo bilan. Ana shuning uchun ham bu sadaqotlar, zakotlar bo'lsin azizlar, odam qalbidan xursand bo'lib qiladigan sadaqa. Bir kuni Rasulimiz alayhissalom mana shunday masjidda o'tiruvdilar. Bir musofir kelib o'zini qorni ochligini, bir oz taom berishligini so'radilar. Qarang, Payg'ambarimiz alayhissalom bir sahobani olib aytdilarki, bor dedi. Oyishani oldiga borganda dedilar, ayolini aytibdilar Rasulullohning uylariga. Uyda nima bor ekan mehmonga beradigan so'rachi deyapti. Borib kelib, qarang, odam yig'laysanda, butun olamlarga rahmat bo'lib kelgan zotni yashashini qarang. So'rayaptilar, bor so'rachi bir narsa bormikin mehmonga beradigan desa, so'ragan odam qaytib kelib, sekin Rasulullohning oldiga kelib, ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, men so'radim, uyda suvdan boshqa narsa yo'q ekan deyaptilar. Rasulullohning yashashini ko'ring azizlar. Bugun biz dasturxonimizda 10 xil taom tursa noshukrlik qilamiz. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning uyida suvdan boshqa narsa yo'q deb turibdi sahoba. Rasulimiz alayhisalom boshqa ayollarnikiga ham yubordi. Hammalarga shu gap kelib aytdiki, suvdan boshqa narsa yo'q ekan. Shunda sahobalarga qarab Payg'ambarimiz alayhisalom, bu mehmonda Alloh uchun bir mehmon qiladigan bormi deydilar. Bir sahoba men dedilar. Olib ketdi uyiga. Uyida moli dunyosi to'lib ketganidan emas azizlar. Bizda shunaqa tasavvur borki, faqat shu boy badavlat bo'lsagina sadaqa yaxshilik qilish kerak. Haligi sahoba uyiga bordida ayolini oldiga kirib, uyda nima bor yegani dedi. Bolalarimiz och dedi. Shu kichkina bolalarimizga yetadigan narsa bor. Sahoba ikrom aytdilarki, mayli, o'shini tayyorla dedi. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mehmonini olib keldim. Sen u ovqatni pishirganda, men mehmonni olib kirib o'tkazib turaman, sham yoqib qo'yaman. Sen kirib ovqatni qo'yatib, go'yoki bir qo'ling tegib ketganda qilib shamni o'chirib qo'yasan. Shamchiroq o'chib qoladi, qorong'i bo'ladi. Biz o'zimiz yegandek bo'lib o'tiramiz, bildirmasdan mehmon yeb oladi dedi. Qarang mehmondarchilik. O'zi och, bolasi och. Haligini olib kirib, ayoli shunda qo'ydi, bir o'chirib qo'ydi. Nima qilding dedi-da, ha mayli qorong'i ekan, oling mehmon deb o'zi qo'lini olib borib yemayapti tovoq. Qorni och o'zini. Bolalarni uxlatib qo'ydi. Haligi ishni qilib mehmonni ko'nglini oldi. Mehmon bilmadiki, bular o'zi qorni ochligini, yemayotganini, bolasi qorini och bo'lib uxlab qolganini bilmadi. Haligi sahoba ertaman keldi. Bilasizmi nima dedi Rasulimiz alayhisalom? Haligi sahobaga qarab, kecha sizlarni qilgan ishinglardan Alloh kuldi dedilar. Alloh mana shu qilgan ishinglardan rozi bo'ldi degan ma'noda gapirdilar. Demak, sadaqa birovga qilinganda mana shunaqa beminnat Alloh uchun qilinadi. Alloh uchun beriladi azizlar. Sahobalar shunday bo'lgan. Bu oy mehr, muruvvat qiladigan oyda azizlar.